Assalomu alaykum. Bizni kuzatib borayotgan akalarimiz. Mana biz O'sh shahrida Oqtilekda tutunlar ichiga kirib ketadigan tandir, 60 litrli qozon, 100 litrli qozon va pechkani usti рабочий stol moykalari bilan bitdi. Vitishkalarini ichi svetlari yonib o'chadi. Mana kafellari indiskiy keramik granit, materiallari O'sh Bishkek. Mana ko'rib turganlaridek temirlari termostoyka kraskalarda kraskalangan, g'ishlari Coca-Cola toza amerikanskiy mahsulotda yuvilgan va lak berilgan. Tandirlarimiz mana tutunlar ichiga tepasiga chiqib ketadi. Non yopsa bemalol bo'ladi. Uni oldida рабочий stol va internetda mashhur bo'layotgan moykalarimizdan biri. Mana ostida ikkita idishi bor. Bittasiga guruch uyutsa bo'ladi, bittasi sabzavotlar, mevalar yuvsa bo'ladi. Mononosida kallasi chiqadi, 3 ta funksiyasi bor. Va u meva-cheva yuvadigan idishlarida bu yerdan fontan qo'shib otilib suv chiqadi. Va kurushga yuvadigan nimasi ham, narsasi ham bor. Mana kurushkani qo'yib echsa yuboradi, taxtakachi ham bor bitta. Kimga g'ish, moyka va chugunni eshik kerak bo'lsa, nomerlarimiz profilda yozilib turibdi.